Diqqat aholiga tezkor xabar. Bugun 16 fevral kuni O'zbekistonning ayrim viloyatlarida yog'ingarchilikli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Barcha fuqarolar ko'chaga soyabonsiz chiqmang. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Bugun O'zbekistonning ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, bugun respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Ba'zi hududlarda tuman ham tushadi. Havo harorati kunduzi 15-20 daraja iliq, shimolda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimizda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Havo harorati kunduzi 17-19 daraja iliq bo'ladi. Tog'li hududlarda ham yog'ingarchilik, yomg'ir, qor kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan, ayrim joylarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Ushbu xabar ostiga like bosib, tog'li hududlarda yashaydigan yoki sayohatga chiqqan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.